tomni vayron qilyaptimi? Yo'q, bu muqaddislik mo'jizasi. Bir qarashda ular binoga zarar berayotgandek tuyuladi, lekin aslida ular faqat qoliplarni ko'chiryapti. Chunki shu tarzda vafli shift yasaladi. Bu shift betondan yasalgandek mustahkam ko'rinadi, ammo aslida ichki qismi bo'sh. Shunday tuzilish orqali poli 25% ga yengil, beton sarfi esa 30% kamroq bo'ladi. Eng qizig'i, bu nafaqat arzon, balki binoga yozda sovuqni uzoqroq saqlashda yordam beradi. Demak, konditsioner xarajatlari ham kamroq. Bu usul qurilishni ham tezlashtiradi, 15% gacha vaqtni tejaydi. Qanchalik katta binoga qo'llanilsa, shunchalik ko'p foyda beradi. Avvaliga bu texnologiya faqat zavodlarda, aeroportlarda va savdo markazlarida ishlatilgan, lekin hozirda u hatto Washington metro stansiyalarida ham bor. Qurilish jarayoni juda qiziq. Qator-qator plastik yoki ko'pik qoplamalar yotqiziladi. Atrofiga beton quyiladi, so'ngra u qotgach, qoliplar sug'urib olinadi. Natijada tayyor vafli shift hosil bo'ladi. Bu tuzilish binoga chidamlik beradi, ustunlar sonini kamaytiradi va binoga mustahkamlik qo'shadi. Shu sababli bu usul keng va ochiq binolar uchun ideal variant hisoblanadi. Endi savol, agar sizga shunday vafli shiftli uy qurib berishsa, qabul qilarmidingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.